Yaxshi, Bahromov ulgurdi, ichkariga uzatma amalga oshirdi. Rikoshet qo'lga tekkan bo'lishi mumkin. Hozir Nasaf futbolchilari e'tiroz bildiryapti hakamga. Biz esa ko'rib chiqamiz. Qo'lni ochgandek ko'rinyapti. Va mana bu yerda agar hozir penalti deb baholansa, Qo'qon 1912 vakili jiddiy jazolanishi ham mumkin. Qo'lni bunday ochish yo tabiiy holat deb baholaysizmi? Qo'l to'p yo'nalishiga qarab chiqarilgandek. Lekin qadamlar bilan borayotgan edi. Bunday holatda qo'lni bir holatda yig'ib ham bo'lmaydi. Penalti. Ruxsat bor. Azizxon Isoqovga qarshi Cheran shoshilmayapti. Legioner futbolchi Dragan ketdi. Cheran chalg'ituvchi harakat va yuqori 9-likka to'pni joylab qo'ymoqda. 1-0 uchrashuvda hisob ochildi do'stlar. Qarshiliklar 24-daqiqada hisobda oldinga chiqib olmoqda.